Bugün xemir qat-qat chiqadigan samsiq baqiliga. Amsida melish kunlar sinab beqinglar, saqlayinglarjimi? Chiqib xil ta'lim va bunimi hammamning yordamida kutadim. Unda biz boshlab ketdik. Avval tuz, shakar, xemir turish, shav sudani muvofiq miqdordan elib, ilman suvda eritib olamiz. Undan keyin mushundan foydalanib xemir yo'g'irganmiz. Xemirni chala buldan saqlam bo'lgan. Endi mush xemir bo'lib vaqtcha biz qiymini tayyorlab oldik. Kali go'shi bilan mayliqroq qo'y go'shini aralashtirib ishlatsak, qiymabek yaxshi bo'ldi ekan. Undan keyin piyoz, laza, pomidorlarni to'g'rab, tuz, zira, qarmishlarni aralashtirib qiyma qildik mana. Endi bo'ldirgan xemirimizni tekshi yeyib, ajjashmay deb qo'ygan qo'ydik, suv may bilan qo'ymini aralashtirgan mayga. Shuni sukab, andan buni yo'gab, musholatda uzib tayyorlaymiz. Undan keyin tugishga boshlab ketdik. Andan ustiga azroq tuxumning seriqini sukitib, qarchima chechib sepib qo'ydim. Andan buni usti 180 gradusda 25 minut turg'izib oldik. Quruq o'yni bir aldiylik keyin shunchalik yeyishlik bo'libdi. Cho'qim sinab beqinglar. Nafsizlarim bek o'moqchimi yo'q o'katdingiz deb avval so'rabsizlar, payz tomoqlar uchirsam